Assalomu alaykum. Namangan viloyati Mingbuloq tumani Mingbuloq Porloq oltin chashmasi fermer xo'jaligidamiz. Ushbu fermer xo'jaligida 6 avgust sanasida etifon sepilgan 1,5 metrdan 25 gektarlik karta. Bu yerga esa etifon sepilmasdan 1 gektar maydon olib qo'yilgan. Hozir biz etifon sepilgan va sepilmagan maydonlardagi paxtalarni elektron tarozda tortib sinab ko'ramiz. Ana hozir etifon sepilmagan maydonda 10 ta chanoqdan paxta tovaramizni terib oldik. Hozir buni etifon sepilgan maydondan ham xuddi shunda 10 ta chanoqdan paxtani tortib ko'ramiz. Hozir 10 ta chanoqdan terib olingan paxtani tortib ko'ramiz. Birinchisi etifon sepilmagan 10 ta chanoqdagi paxtamizni elektron tarozda tortib ko'ramiz. 60-61 gramm tashkil qilmoqda. Endi etifon sepilgan paxtamizni 10 ta chanoqdan terib olinganda tortib ko'ramiz. 74 gramm tashkil qilmoqchi. Ushbu paxta maydonimizga mana 1,5 metr etifon sepilgandan so'ng 15 kundan keyin 100 grammdan avroq preparatimiz sepilganda hozir paxtani ko'rib turganingizdek 90-95% ko'saklari ochilib bo'lgan. Faqat bir dona, ikki donadan ikkinchi defoliatsiyamizda ochilish kutayotgan ko'saklar bor. Paxtani holatini ko'rib turibsiz.